Bugun siz bilan Koreyadagi eng mashhur va hamyonbop do'konlardan biriga kiramiz. Daiso. Bu yerda hamma narsa bor. Kosmetika, aksessuarlar, o'yinchoqlar, idish-tovoqlar va hattoki uyimiz uchun kerak bo'lgan eng chiroyli gullar ham. Xo'sh, biz bu yerda nimalarni topamiz? Keling, Daisoni birgalikda kashf qilamiz. Tuvak gullarining chap tarafida kosmetika rastasi bor ekan. K-Beauty mahsulotlari shunchalik arzon va hamyonbop bo'lishini bilarmidingiz? Bu yerda dekorativ kosmetikalar bor ekan. Hammasi 20 ming atrofida. Uni tepa qismida maskalar bor ekan yuz uchun. Bular ham 20-30 ming atrofida. Mana bu pomadalarni biram chiroyliligini, ranglari juda ham sochni ekan. Pastroqda SPF'lar va yuz uchun tonerlar bor ekan. 2024-yilda mashhur bo'lgan Riddle Shot setlarini eshitganmisiz? Ular terini tiklash va yaltiratish uchun juda ham mashhur. Daisoda ularni hamyonbop narxda 50 ming so'mga yoki 5 ming wonga topishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda ugrili yuzlar uchun tozalovchi penkalar, tinchlantiruvchi tonerlar, poralarni kichraytiruvchi serumlar ham va hatto poralarni kichraytiruvchi SPF kremlarni ham topishingiz mumkin. Narxlari o'rtacha 50 ming. Agar sochingizga g'amxo'rlik qilsangiz, bu bo'lim aynan siz uchun. Mana bu bigudilarni qarang, juda ham sodda va qulay. Bu bigudilarning hammasi 1000 wondan, ya'ni 10 ming so'm. O'zbekistonda ham 10 ming so'mga shunaqa sifatli bigudini olsa bo'larmikin? Menimcha hatto yaqiniga ham yo'latmasa kerak. Ushbu taroqlarning sifati ham, dizayni ham juda ham chiroyli ekan. Kichik qizaloqlar taroqchalarini qaranglar. Shunaqa ham shirin bo'ladimi? Taroqlar qatoridagi barcha taroqlar, yog'och taroqlardan tortib, plastik va temir taroqlargacha hammasi 1000, 2000 va 3000 won atrofida. Bu 10, 20, 30 ming degani. Mana bu ko'zgular stol ustida juda ham chiroyli turadi. Qani, sizga qaysi biri yoqdi? Bular ham razmeriga ko'ra 3-5 ming won atrofida, ya'ni 30-50 ming so'm degani. Ijodkorlikni yaxshi ko'ruvchilar uchun bu bo'lim jannatga o'xshaydi. Rasm, kundalik yoki xat bezash uchun minglab naqsh va rangdagi stikerlar bor. Bularning hammasi 1000-2000 won, ya'ni 10-20 ming so'm degani. Mana bu o'chirg'ichlar xuddi multikdagiga o'xshaydi-ya. Ko'rib yeb qo'yging keladi. Endi sumkalar qatoriga o'tamiz. Bu yerda yosh bolalar sumkalaridan tortib, kattalarning sumkalarigacha, bozorlik uchun sumkalardan tortib, ryukzaklargacha bor ekan. Ularning yonida ayollar paypoqlari, undan keyin esa erkaklar paypoqlari bo'limi ham bor. Bu paypoqlarning narxlari arzon bo'lishiga qaramasdan, sifati shunaqa yaxshi, mazza qilib kiysa bo'ladi. Ranglari ham chiroyli. Endi esa ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Bu yerda juda ham chiroyli shisha bokallar, termoslar, uyingizni bezash uchun parda va gullarni ham topishingiz mumkin.
To'qishni biladiganlar uchun to'quv iplari ham mavjud. Voy, men bugun aynan shu narsani izlab kelgandim. Parashokni olishni unutibman. Daisoda shunchalik ko'p narsa borki, odam hammasini uyga olib ketgisi keladi. Meni kuzatayotgan ayollar albatta buni tushunishadi. Bu yerda sovg'alarni bezatish uchun barcha narsa bor. Qutilarning rang-barangligi juda ham ko'zni quvontiradi. O'zimga kerakli narsani olib, to'lov qilish uchun birinchi qavatga tushdim. Daiso Koreyada shunaqangi katta va qiziqarli joy. Sizga qaysi mahsulot yoqdi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.